Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ko'pchilik datchiklarni qo'yganda, ya'ni datchiklardan foydalanayotganda qiynalishyapti. Sababi pollikini alohida boshqarishga, radiatorlikini alohida boshqarishga qiyin bo'lyapti. Ya'ni polni temperaturasini baland qilib yuboradigan bo'lsa, datchik o'chib qo'yib, butun radiator sistemani o'chirib qo'yyapti. Yo bo'lmasa polni temperaturasini, agar xonani temperaturasini ko'taraman deydigan bo'lsa, pol qizib ketib qolyapti. Shuning uchun shunaqa datchik olib kelganmiz. Naqdinglarni tejaydi, ham vaqtinglarni tejaydi. Ya'ni ko'ryapsizlar, polliki alohida. Mana pol degan alohida, komnata degan alohida. Alohida boshqariladi. Bitta tabloni o'zida ham polni, ham radiator yoki xonani o'zini xohlasanglar ventilyator, любой narsani alohida boshqarsanglar bo'ladi. Mana buni ko'rsatib berish uchun polga o'tkazamiz. Mana bu anaqasi tochkalari polga komnataga o'tadi. Ko'ryapsizlar mana. O'rtani bosgan paytda polga komnataga o'tyapti. Xo'p. Polimiz, demak, bizani hozir xonamizni harorati, ya'ni datchikni ushlab turgan harorati 26,5 gradus. Biza komandani berib qo'yganmiz 24 gradusga. Ya'ni 24 gradusga chiqqanda 24 gradus bo'lgani uchun ham mana hozir datchik o'chib turibdi. Endi biza hozir komandani, ya'ni datchik polimizni temperaturasini ko'taramiz. Ya'ni aytaylik, mana 28 grad olov yondi. Anaqa ham elektropривод ham yonish kerak, ishlash kerak. Mana yondi. Ishlab ketdi mana. Ya'ni bu isitishni boshladi. Xo'p, endi xonamizni gradusi hozir 24 gradus. Xonamiz bo'lsin deganmiz 22,5 gradus. Biza xonamizni gradusini ko'tarmoqchimiz. Bu alohida elektropриводda ishlaydi. Xonamizni gradusini aytaylik 26 gradusga ko'tarmoqchimiz. Mana 26 gradus berdik. Olov yondi, elektropривод ham ishlashni boshlaydi. Mana sveti yondi, demak ishlashni boshladi, ko'tarilishni boshladi. Ya'ni xonani isitishi boshlaydi. Xo'p, ana endi polni tekshirish uchun, mana polga o'tkazdik. Polni tekshirish uchun hozir 28 gradus komanda berganmiz, ya'ni oyog'idagi 28 gradus bo'lsin deganmiz. Datchikdagi temperatura 24,5 gradus. Xo'p, buning uchun biz polni qizdiramiz deganimiz, mana issiq suvga solyapmiz. Issiq suvga soldik. Temperatura mana o'chib qolmasligi uchun bosib turibmiz. Temperatura ko'tarilishni boshlayapti, mana ko'ryapsizlar. 28 gradus, polimiz 28 gradusdan oshgandan keyin o'chirish kerak polni, to'pli polni o'chiradi. Mana 28 ga chiqdi, endi 29 ga chiqdi. Hozir mana olov o'chdi. Olov o'chdi. Endi mana bu elektropриводimiz ham yopilishni boshlaydi. Mana elektropриводimiz yopadi, demak, polimiz qizib ketdi degani elektropриводni yopaveradi. Xo'p, ana endi buni, demak, polimiz sovuvyapti deb o'ylaymiz. Mana boshqa suvni qo'ydik, sovuq suv. Sovuq suvga o'tkazamiz. Polimiz soviy boshlaydi. 28 gradus, polimizda 28 gradus bo'lsin deb komanda berganmiz. Datchik juda ham qizib ketibdi, 40 gradusga ko'tarilib ketib qopti. Mana sekin pasayyapti. Ya'ni bu datchik shunaqaki, poldagi gradusi doimiy ko'rsatib turadi. Poliz necha gradus hozir danli moment ko'rsatib turadi. Bemalol boshqasi. Komandani 28 gradusga berib qo'yganmiz. O'chib qolmasligi uchun uni bosib turamiz. Mana o'chuv. Xonamiz gradusi lekin ishlab turibdi. Mana olov yonib turibdi. Elektropривод ham ishlayapti. Xo'p, mana tushdi temperatura, olov yondi. Demak, polni yoqqin deydi mana. Elektropривод yondi. Demak, ishlashni boshladi. Ko'ryapsizlar? Polimizni gradusi tushib ketgandan keyin avtomatik yoqyapti. Polimizni gradusi ko'tarilgandan keyin avtomatik o'chiryapti. Bu datchik polda turadi. Polga tushirib qo'yasizlar, davoldan tushirib, datchikdan polga tushirib qo'yasizlar. Polinglarni bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Xo'p, ana endi buni ulanishini bir sidra ko'rib chiqamiz. Hozir pitaniyada turibdi, pitaniyadan uzamiz xavfsizlik uchun. Mana ko'ryapsizlar, pitaniyadan uzdik, ya'ni datchik o'chuv holatda, ya'ni normal closet, anaqalar o'chadi. Datchiklar o'chadi, yopiq holatda bo'ladi. Ulanishiga keladigan bo'lsak, bunga mana bu datchik ulangan, boyi polga tushib turadigan datchik. Bu davol orqali pastga polga tushib turadi, datchikning uchi.
temperaturani doimiy sezib turadigan joyga qo'yiladi. Bu davolni chetiga qo'yib qo'ymaysizlar, taxminan davoldan 1,5 metr pol tomonga yurg'izasizlar. Xo'p, endi elektroprivodlar uchun ikkita elektropривод, buni bir nechta qilsanglar bo'ladi. Ya'ni, misol uchun zalinglarda 4 ta kontur kelgan, 4 ta konturni bir-biriga hammasini kollektor oldida ulab turib, buni datchiga faqatgina 2 ta dona sim olib kelsanglar yetarli bo'ladi. Datchini o'ziga ko'rsatilib qo'yilgan liniya 0 berilyapti. Bu pitaniyasi, datchini o'zini pitaniyasi uchun liniya 0 beriladi. Xo'p, endi liniyadan komga qarab mana qora simda permichga tashalyapti. Permichga tashalgan. Bu xona uchun, ya'ni komnatli temperatura uchun. Ana endi pol uchun ham alohida permichga yana ikkinchi komga tashalinadi. Ikkinchi komga qora simda permichga tashalinyapti. Xo'p, ana endi elektroprivodlar uchun mana ko'ryapsizlar. Elektroprivodlarni nolini mana bundan alohida bitta dona sim olib turib, ikkaloviga bitta 0 berib qo'yganmiz. Любой tashqaridan 0 bersanglar yetadi. Elektroprivodlarni fazasini bo'ladigan bo'lsa, xonani fazasini mana bundan normal closetga, normal open degan anaqasiga ulanadi. Ya'ni bu datchiga qaraladi. Agar mana bu datchida normal closet bo'lsa, ya'ni o'chuv holda datchigimiz yopib turadi. Normal closet degani o'chuv holatda yopiq degan. Agar shu normal open degan bo'lsa, NO belgisi turadigan bo'lsa, datchida nabarot tomonga, ya'ni NC tomonga ulaysizlar. Xuddi shunaqa bu datchida ham mana xuddi shunaqa NC ni, ya'ni normal closet holatda turibdi. Shuning uchun ham normal open holatiga o'tkazib turib ulaysizlar. Endi bu datchini polga tushirib qo'yishinglar haqida aytdik. Ulanishlari, montajlari juda ham oson. Navbodosiga telefon nomerlarini qoldiramiz. Ulash bo'yicha tavsiyalar bo'ladigan bo'lsa, bexijolat aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sotib olish bo'yicha o'zingizlar bilasizlar, Warm House do'konlariga aloqaga chiqaverasizlar.